Bu mashina kimlar uchun yoki kimlar uchun emas, real hayotda sinab ko'ramiz. Tashqi ko'rinishiga qarab baho bermaslik kerak ekan. Ular bilan tenglashtirish noto'g'ridir. Geylikni va vaypini beryapti. Mashinani birinchi bo'lib haydamoqchi bo'lsa, shahar ichiga bo'lsa, mod drive 8 xil mod drive bor mashinada. Ekoga qo'yib haydaymiz. Shaybada qo'zg'alishi yaxshi. Skorost o'tishlari yaxshi mashinamizni. Qulayliklari head-up display bor mashinamizda. 360 gradusli kamera, katta display, bu yerdan hamma narsani upravlat qilsa bo'ladi. Abduf abagrev o'rindiqda bor ekan. Masajlargacha. Demak, bu mashinamizni eng full pozitsiyasi. Masaj bor mashinamiz. Bu mashina o'zi o'nqir-cho'nqir yo'l uchun chiqarilgan ekan. Shahar ichida juda chiroyli yurib beradi mashinamiz. Oilaviy mashina, bagaj katta hajmga ega. Eng full pozitsiyada Haval Dargo 2024-yilda ishlab chiqarilgan. 36 mingta probegi bilan kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu avtomashina 24.800 dollarga baraka qilinadi. Kelib test drive qilish bemalol. Kutib qolamiz. Xulosa. Bu mashinamiz kimlar uchun? Kim off-road yaxshi ko'radi, kim faqat sayohat qilishni xohlaydi, og'aynilar bilan, do'stlar bilan tog'ga ketadiganlar uchun.